Xo'p, Yandexda ishlaydigan aka-ukalar, mana o'sha kunga ham yetib keldik. Buni eshitish juda og'ir narsa. Bu narsani albatta ko'rib chiqish kerak. O'sha налоговыйdan 100 million daromadga chiqdi deb qaysi summadan olib gapiryapsizlar? Qani o'sha 100 million? Faqat hozir tirichligi taksichilik 1-2 so'm topib kelay deb yo'lda yurishibdi. Uytak radarga, panasaga, shtrapga tushib, o'zi shtrap radardan yubdan chiqishmayapti. Qarzdan chiqishmayapti. Arendasini pul to'lash olmayapti. Kreditni to'la olish olmayapti. O'g'lini pul yig'ib uylantira olmayapti. Qizini turmushga bera olmayapti. Baraka topkinlar. Sal insof bilan bo'linglar. Qaror chiqarayotganda tuman deputatlari, viloyat deputatlari, Oliy Majlis deputatlari, Qonunchilik palatasidagilar, g'aflat uyqusidagilar nimaga xalqinglarga, farzandinglarga, kelajakka bunaqa xiyonat qilyapsizlar? Sizlar prezidentga ham, xalqqa ham xiyonat qilyapsizlar. Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyot yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizdagi kuch va baxt tabiiy yo'l bilan hech qanday kimyoviy dorilarsiz hayotingizga kuch va baxt olib keling. Bugun sinab ko'ring, natijani o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim, 5 kunda natija. Shtrapilarni balonligi o'zi mashqqa kelib turibdi. U ham maylim. 12 jon, 6 jonga 200 kilovat limit qilib qo'yibsizlar. Limitni o'zi mashqqa kelib turibdi. Bu nima prezidentimizga qarshimisizlar? Men xohlardimki, shuni har bitta g'aflat uyqusida yotgan deputatlar sizlar qonunchilikka o'zgartirish kirish kerak. Deputatga shunaqa vakolat berilgan. O'zinglar amallab saylab oldinglar, tayinlab oldinglar. Xalq sizlarni bittanglarni saylagani yo'q. Mana hozir senatlar, ayrim senatlar maddohlikdan yoqib o'tmayapti ayrimlar. Shoirlar nimaga? Shoirlar, gazetadagi jurnalistlar nimaga maddohlikka o'tib ketdinglar? Hammasi yaxshi. Hokim buva, tuman hokimi, palonchi, pistonchi yaxshi deb she'rlar yozasizlar. Maqolalar yozasizlar. Nega xalqning ichiga kirib turib xalq saylagan deputatlar pastda yurmagani to'g'risida yozmayapsizlar? Bir marta ham tumanidan, viloyatdan, respublikadan saylangan deputatlar 20 oktyabrdan saylangan kunidan boshlab na tumanini bilmaydi, na tumaniga bormagan, na xalq dardi bilan yurmayapti. Xo'p, Yandexda ishlaydigan aka-ukalar, mana o'sha kunga ham yetib keldik. Buni eshitish juda og'ir narsa. Shaxsan menga ham bu narsa umuman juda og'ir ham yoqmayapti. Sababi bundan buyog'iga daromadimiz 100 milliondan o'tsa, taksi agregatorlarida avtomatik mana Yandex o'zini foizini yechadi, taksi park foizini yechadi. Bu yoqda yana налоговый limit 100 milliondan o'tganligi uchun deb turib 4% налог yechar ekan. Millennium taksisida, to есть agregatorida уже yechyapti. Bu nima degan narsa? Bu narsani albatta ko'rib chiqish kerak. O'sha налоговыйdan 100 million daromadga chiqdi deb qaysi summadan olib gapiryapsizlar? Qani o'sha 100 million? Ko'rsatib beringlar. Mana 100 million sani qo'lingda turibdi deb ko'rsatib beringlar. Arendani hisobga olinglar, zapravkani hisobga olinglar, abetini hisobga olinglar, zavtrak ujinini hisobga olinglar. O'sha narsani 100 millionni topaman degan haydovchi ko'chada qanaqa ishlayotganini, rasxodlarini chiqaringlar, mana sani daromading deylar. Tushunasizmi? O'sha daromaddan keyin hisob kitob qilsa, u boshqa narsa bo'ladi. Lekin umumiy havodagi oblakada yuradigan 100 millionni ko'rsatib turib, undan yechish noto'g'ri deb o'ylayman. Videoni maksimalni Yandexchilarga tarqatib qo'yinglar. Yana kambag'alchilik, yana uyga boradi. İşsizlikdan jinoyat bo'ldi. İşsizlikdan ajrimlar bo'ldi. Bu yil ajrim rekord darajaga chiqdi. Nimaga? Har bitta oilani agar ish joyi bo'lsa, oyligi balon bo'lsa, oilada ham ajrim bo'lmaydi. Yetimlar ko'paymaydi. Mana bu yil statistika juda ajrim eng rekord darajaga chiqdi. Oilada paraganda bo'lib ketyapti. Bolalarimiz yetim bo'lyapti, tirik yetim bo'lyapti. Nimaga? Ajrashsa eri xotin ishi yo'q, ish yo'qdan janjal, ish yo'qidan jinoyatchilik ko'payapti. Oila ajrimlari ko'p bo'lyapti. Bolalar yetim qolyapti. Ishsizlikdan
xotin aytadi, erkak bo'lib boshqalarga o'xshab topib keling deydi. Erkak boradi, kech-kecha yuradi, ish joyi yo'q, oylik past, o'ziga yetmayapti, svet limitiga yetmayapti, musorga yetmayapti, kommunalga yetmayapti. Ishga borib kelguncha radarga tushyapti. Arendaga mashina olib haydasa, radardan ortmayapti-da, uyiniga boqishiga yetmayapti-da, arendatorga pulni bera olmay mashinasini olib borib beryapti. O'zini o'zi ish bilan ta'minlaymasa, radardan, palasadan siqib tashlayapti. Ertalabdan 6 dan soat 12 gacha ishlasa, radarini to'lasinmi? Arendasini to'lasinmi? Palasaga tushyapti. 200 limitni to'lasinmi? Ha bu prezident bunaqa deyapti. Asli bunaqa bo'lsin. Ertaga u ham maylim. Xo'p, radarga tushsa, palasaga tushsa, shtrapini to'lab olasizlar-da. Endi 12 ball chiqarganinglar yana nima bo'lyapti? Yana millionlab odamlar o'zi ish yo'qdan hamma taksist. Hamma Farg'onaga, Qoraqalpoqqa, Andijonga, Vodiyga, Namanganga, Marg'ilonga, Qoraqalpoqqa, Surxondaryoga faqat yo'lda umri o'tib ketyapti. Uyida bola chaqasini ko'rayotgani yo'q. Mashinaning arendasini to'laylik deyapti. Radarga tushgan radari pulini to'laylik deyapti. Palasani pulini to'laylik deyapti. O'zligisi yeb ichmay mashinaning arendasini to'lasinmi? 200 kilovat svetni to'lasinmi? Endi undan ham oshib tushgani, eng oshib tushgani. Mana endi xalqimizni kambag'alchilik, ishsizlikdan chiqarish, kambag'alchilikni chiqarib farovonlikka o'tkazish deb turgan prezidentimiz tarafda endi nima bor? Shtrappi pulini olsanglar, radari pulini olsanglar, palasani pulini olsanglar, 200 limit pulini olsanglar. Xalqi o'zi oxirgi suyagiga o'zi xalqi noroziligini olib kelyapsizlar, davlatga, prezidentga ishonchsizlik olib kelyapsizlar. Mana 212 ballni bekor qilish kerak. 12 ballni hozir qilsanglar xalq faqat hozir tirichligi taksichilik 1-2 so'm topib kelay deb yo'lda yurishdi. Uytak radarga, palasaga, shtrapga tushib, o'zi shtrap radardan bipdan chiqishmayapti. Qarzdan chiqishmayapti. Arendasini pul to'lasha olmayapti. Kreditni to'la olisha olmayapti. O'g'lini pul yig'ib uylantira olmayapti. Qizini turmushga bera olmayapti. Baraka topkinlar. Sal insof bilan bo'linglar. Qaror chiqarayotganda tuman deputatlari, viloyat deputatlari, Oliy Majlis deputatlari, Qonunchilik palatasidagilar, g'aflat uyqusidagilar nimaga xalqingizga, farzandingizga, kelajakka bunaqa xiyonat qilyapsizlar? Sizlar prezidentga ham, xalqqa ham xiyonat qilyapsizlar. Baraka topkinlar. 12 ballni bekor qilinglar, sirrochni bekor qilinglar. Nimagaligini aytaman. Radarga, palasaga mashinaga qilib to'lashyaptimi? Boshqa tirichligi yo'q, boshqa ish joyi yo'q, iloji yo'q. Ertalab 6 da chiqib ketib, soat 12-1 gacha ishlashyapti. Ertalab yana 3-4 da chiqib ketib, odamlarni tashib, benzinini olsinmi, gaz zapravkada o'chirtga tursinmi, metan zapravkada kunlab yotsinmi? Hamma yoqdan siqib tashlayapsizlar, baraka topkinlar. Sizlar prezidentga, davlatga ishonchsizlik olib kelyapsizlar. Sizlar xalqqa noto'g'ri qonunni chiqarib oxirgi terisini ishlayapsizlar. Baraka topkinlar. Radarga, palasaga oxirgi terisini ishlayapsizlar-da. Endi u ham yetmaganda 12 ballni chiqarib, 12 balldan keyin pravani rishat qilib yuborsanglar, mahkum qilsanglar, yana uni ekzameniga 1 million, 10 million to'lab, undan keyin uni yana pravasini rishat qilsanglar, yana ishsizlik kelib chiqadimi? Prezidentimiz ishsizlikni yo'q qilaylik deb kuyib pishyaptilar, kambag'alchilikdan chiqaraylik, farovonlikka o'tkazaylik deb turgan paytda radaringlarni o'zi mashqqa kelib